Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kecha video qo'ydik, rollar narxini so'rashibdi. Isroil, mana bu rollar narxi necha pul? Rolimiz original Antonio Malibu 2 bo'ladi. $230 chiqadi. Xo'p, akalar, bu Xitoydan kelayotgan rol emas. Bu kojalari ham original koja bo'ladi. Keyin buni farqi, rolni o'zi ham original, keyin airbag ham tikilgan, emblemalari black piano qilingan. Mana bu Xitoydan kelayotgan arzon varianti. Ikkalasining dizayni bir xil bo'lgan, lekin sifatida farqi bor. Isroil, buni narxi necha pul? Originalniki? Buni originali $230 chiqyapti. Bunimiz $115 chiqyapti. Bo'ldi. O'rniga o'rin o'zini mashinani o'zini rolini olib qolasizlar. Isroil narxida domenga olib qolamiz. Bo'ldi, aka. Xo'p, akalar, bizda keyin barlar narxini kecha so'rashgan. Barlarimiz Liboy mashinaga, Liboy originali ham, O'zbekistonniki ham hammasidan bor. Kesanglar bo'ladi. Barlar narxi qanchadan? $95 qilib qo'yganmiz. Barlar narxini $95 dan qilib qo'yganmiz. Buferlarni aytmasa ham bo'ladi, akalar. Vashit cho'tkilari bor. Mikrofon deysizlarmi, kolonka deysizlarmi, hammasidan bor. Akalar, pastda nomer qoldiramiz, telefon qilib ko'rasizlar.